Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Telegramda avtoperevodchikni yoqishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga kirib olamiz va nastroykasiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Nastroykaga o'tganimizda bu yerda til turadi va kirganimizda buni bosishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'zimizga kerakli bo'lgan tillarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Menga turkcha, ruskiy va ingliz kerak bo'ladi. Va chiqayotganimizda bu yoquv bo'lishi kerak. Va endi o'zimizga kerakli narsa. Tak. Copy business. Kerakli. Tamam. Nega kirsam ekan? Bunga kirganimizda mishga o'ng tugmani bossak, mana уже bossak, avtoperevodchik mana turk tiliga tarjima qilib berdi. Bu yerda tilni almashtirsak bo'ladi, yana English mana. Inglizchaga tarjima qilib berdi bu. Yana almashtirsak bo'ladi. Ruskiyga o'tkazsak, mana ruschaga tarjima qilib berdi. Bugun sizlar bilan o'rganadiganimiz shu edi. Rahmat.